Nahotki orzuyimizdagi stadionni qurgan holda Unwanted Boys akademiyasini ochsak. Hozir biz bolalar sal chetroqga keldik, qishloqroq joyga. Hozir qo'shilib ozgincha futbol o'ynayman va futboldan keyin bolalarni ozgincha xursand qilib qo'yamiz, o'zingizlar dalish ko'rasizlar. Biziklar qani? Yopish. Yaxshi. Voy, uzoqasiga. Hozir biz uzoq kutilgan lokatsiyaga keldik. Bugun kraskani qilib chiqsak bo'ldi, biz g'alabadamiz. Chunki men bu yerga hozir kelib bannerlarni qilishadi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Buni ham sovuraman. Ketdi. Juda ham krisa bo'lishi mumkinmi? Talabe. Sara krisalik timsolida u bola bor. Realliga mana krisa desa Sara o'zi. Asosan shunaqa mana bo'lib qo'ygan. Ancha interesniy bo'lyapti, lekin bor. Rasm chizdirsak bo'ladi. Savsonda bor. Qimmatda u, shunga bo'ldi. Past yer tugatdi, faqat bu tomon qoldi. Menimcha ikkitasi qo'yib olmaymiz, chunki vaqtdan yetmaydi, o'sha quyosh botib qorong'ilashib ketyapti. Paka, vaqtimiz vip. Svet bor. Qilasan, o'tirasan, og'zingga san, maha san. Kranga qotib qo'ygan. Valla mana svetlarni ham, projektorlarni ham yoqib oldik. Jarayon avjida. Bitta bu taraf qoldi. Hozir bo'yashimiz kerak bo'lgan. Xudo xolasa, o'sha bannerchilar ham kelishdi. Hozir tez orada o'sha mana tepaga Unwanted Boys bannerini elamiz. Orzuyimizdagi stadion qurilishida davom etyapti. Mana bannerlar ham keldi, bolalar. O'zingizlar bitta baho berib yuboringlar. Hozir ilinganida boshqa dunyo bo'ladi mana. Такой minimalistichna trenirovkalarni boshlab olaylik. Srazu xudo xolasa polni to'rtta tomon ham aylantiramiz. Hozircha faqat bu tomonga qo'yiladi. Atak bugun 24 soat polida qoldik deb video olgan bo'lar ekan. Hozir ovqatdan keyin yo'q, kvadrat. Kimdir telefon jing'illayapti. Menga tegdi, jinni. Men ko'rsam kerak, men bilsam kerak. Bittadan tegdi, javob. Voy, mashkalik qilyapsizlar. Voy, joylar. O'zingga Nima bu kasani? Ye, bilan bu olmas ekanman. To'yog' to'shlik emas, olmas ekanman. Shu yugurmayman. Do'stlar, seni yaxshi ko'raman. Men yomon ko'raman. Menga ko'rdinglarmi? Mana shuni qo'ygan Umar. Qo'ygan. Mana asl basharasi. Nimaga? Men yasab olmayman. Sokiylar Men ikki xil odam bo'la olmayman. Mehtanol, Nima? qanaqa samimiyat отношениям? Yaxshimi, yomonmi? Normalmi? Ana, voy bila. O'zingizlar bir baho berasizlar. Barsani banatlari ko'proq. O'zbekiston Husanov. Bo'ldi, mana bitta olaverdik. Ketdik masofaga. Kecha men sizlar televizorda ko'ryapman. Telefon o'ynaylar, kopda o'ynaylar.
Valla nereali emotsiyalar bo'lyapti, to'g'risi. Har doimgi gap o'sha. Yoshlikda men orzu qilardim shunaqa kun bo'lishini, ko'chada o'ynab yurganimiz sharoitimiz bo'lmasdi. Endi esa biz orzuyimizdagi stadionni qurishda davom etamiz. Let's go. Ikkinchi kun biz stadionga keldik. Xudo xolasa bugunning o'zida poliyani pastlarini ham aytib o'tganimizdek chiroylilashtirib chiqamiz. Kraskalar olganmiz. Katta qilaveramiz. Ye bilan. Daqam? Shuncha mehnat mana o'z qo'limiz bilan qilyapmiz. Atak menimcha zo'r chiqyapti mana shundoq. Assalomu alaykum. Baliq nima yeb? Assalomu alaykum. Glamiz bilan ko'rishaylik. Sotib oldingizmi? Ha, bo'yayapsizlarmi? Realmi? Bo'yinda daraja bor, yaxshi. Yo, assalomu alaykum. Cho'tam aka, kelib oldingizmi? Topib oldingizmi lokatsiyani? Qarang, mana Mahmudlarga bitta. Necha? 5. Ha, mana shu ikkita varatani. Setkasini 1,5 soat ildinglar. Mana o'rtoqlar polya bilan nima deyapti atmosferasi? Yo, onajon. Qayshi? Oy. Birga ishlab chiqaylik. Odamlar bu yoqqa kelib futbol o'ynasa, Braziliyadek his qiladi. O'zingizlar ko'rasizlar hali videolarini bu yoqda. Rosa ko'p video chiqarsak. O'z videolarimiz orqali faoliyatimizni boshidan millionlab yoshlarni sportga, futbolga qiziqtirib kelyapmiz. Eng muhim narsani aytaman, hamma kutgan, hamma so'ragan savolga javob kelyapti. O'zi 7 yoshdan boshlab 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni Unwanted Boys individual trenirovkalariga biz naborni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamma informatsiyani opisiyadan olasizlar. Muhim narsani aytib o'tishim kerak, bu futbol shkola emas hali, bu individual trenirovkalar. Eng asosiysi bu yoqda biz futbolistlarni, yoshlarni qo'shimcha trenirovkalar orqali yanada urovingni oshiramiz. Undan tashqari juda muhim tomoni, bizda qatnashadigan har bir bolani biz butun O'zbekistonga tanitishga ham harakat qilamiz. U degani media bilan ham shug'ullanamiz. Joylar soni chegaralangan, shoshiling va O'zbekistondagi sanoqli bolalar qatoriga kiring. Opisiyaniyada silka qoldiraman, hozirroq formani to'ldirib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Men xalqaro tadqiqot kompaniyasi vakiliman. Hozirda O'zbekistonda sotilayotgan mahsulotlar sifatini o'rganmoqdamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning bebaho tajribangiz mahsulotlarni yanada yaxshiroq qilishga yordam beradi. Xalqimizning ekspertiga aylaning. Video ostidagi havolaga o'ting yoki QR kodni skanerlang va so'rovnomadan o'ting.